Nima unda chekkada o't. Hozir 1 minut ha. Assalomu alaykum aka. Kim kerak? Bankdan kelgandim, kreditingizni to'lamagan ekansiz. Zo'r ish qilibsiz-da, kechqurun 12 da. Bugun to'yim bo'ladi aka, erta o'zim o'taman, maylimi? Nima u sizga kostyum pasta short kiyib olgansiz? Shungacha ulgurdim aka. Ertaga o'taman, jon aka, keting. Ayyo, bo'lmasa uyingizda nimadir musodara qilishim kerak. Bo'pti, nech pul, tezroq faqatmi? Uxlab qolmadingizmi? O'tirib. Endi bizga hech kim xalal bermaydi. Bankdan kelishibdimi? Siz qayoqdan bildingiz? Eshitib qoldim. Yomon eshitgich ekan, qani bitta qulog'ingiz ko'p. To'ladim-ku aka, yana nima xohlayapsiz hozir? O'rtog'ingizga kafil bo'lgan ekansiz, a? Aka, ertaga aytaman, o'zi to'laydi. Xo'p, hozir shoshyapman, jon aka. Yo, siz kafil bo'lgansiz. Siz to'lashingiz kerak. Hozir uyingizda xaladenlik nimadir olib chiqib ketishim kerak bo'lmasa. To'layman. Onasini ham to'layman. Bu yana qolmadi. Nech pul? Kafil bo'lgan ekansiz, a? Voy, yomon poylag'ich ekansizda. Men ham bitta poylay. Mendan boshqa hamma tiryapti bugun. Va ko'kuylar. Qara. Kreditim to'lagan bo'lsam, kafil bo'lgandan to'lagan bo'lsam, to'yim kuni tinch qo'yinglar. Nima xohlaysiz hozir mendan? Yo'q, siz hamma qarzlaringizdan qutuldingiz. Men sizni oldingizga kelganim yo'q. Men bank xodimamizni olib ketgani keldim. Jinnimi siz qanaqa xodima? Men uyimda xodim. Kreditlar to'landimi? To'landi. Kafilligini ham to'ladimi? To'ladilar. O'zi shunaqa bo'ladi, kreditni olishga oladi, to'lamay yurishadi. Mana shunaqa qilib undirish kerak bulardan. Bo'pti, Erjon. Ne oluyor? Nima?